Hammaga salom. Siz bilan Sergey Vinogradov Traders Group jamoasi. Bu kanal birjada savdo qilish haqida. Bu yil fevral oyida birinchi savdoni ochganimga 10 yil to'ldi. Va ushbu videoda men birjada savdo qilish, yashirin toshlar va qanday yo'lni bosib o'tganim haqida fikrlarimni bo'lishmoqchiman. Kimdandir ehtimol men pushti ko'zoynaklarni olib tashlayman. Ha, birjada savdo qilish haqida sehrli tasavvur. Bu qandaydir? Ha, resurs bu yerda oson boyib ketishi mumkin. Kimnidir hafsalasini pir qilaman, lekin kimdir aksincha o'zida motivatsiya va harakat qilish kerak bo'lgan yo'nalishni topadi. Xo'sh, men ham foydali materiallarga havolalar beraman. Qani ketdik. Shunday qilib, videoni shartli ravishda 3 qismga bo'lamiz. Avval o'z yo'lim haqida qisqacha gapirib beraman. Nimadan boshladim, nimaga erishdim, nimalarni sinab ko'rdim, nimalar amalga oshmadi va hokazo. Ikkinchi masala bu boshlovchi treyder yo'lida uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchiliklar haqida. Ha, foydali savdo yo'lida. Keyin esa ba'zi maslahatlar. Bitimni tahlil qilamiz, ehtimollar, mantiq va birjada savdo qilishdan olinishi mumkin bo'lgan potensial natija haqida gaplashamiz. Shunday qilib, mening tradingdagi yo'lim. Men 10 yil oldin boshladim. Men boshladim. Qisqacha, ha. Binar opsionlar bu hali bitcoinlar edi. Hatto 10 yil oldin savdo qilganman. U shartli ravishda tiyinlarga teng edi. Forex shunday edi. Binar opsionlardan men juda tez chiqib ketdim. 2 yil Forexda savdo qildim. Hamma narsani sinab ko'rdim. Bu indikatorlar edi, har xil bo'plamlar, bu maslahatchilar edi, bu. Ha, internetdan bepul yuklab olingan robotlar edi. U yerda ularni sozlashga, nimadir qilishga harakat qilardik. Umuman olganda bu yigilmalar, turli maslahatchilar, sozlamalar, indikatorlar va hokazolarga juda ko'p vaqt sarflandi. Men doim nimadir shunday qilishga harakat qilardimki, ehtimol hech kim buni oylab topmagan. Lekin men buni aniq qila olaman. Albatta, bularning barchasi ishlamadi. Bularning barchasi oxir-oqibat natija bermadi. Dastlab omadim kelardi, bir necha marta, ha, u yerda. Qildim, u yerda. Depozitni 2-3 barobar oshirdim. Depozitlarim minimal edi. Dastlab $20-30 kiritardim va ularni birin-ketin muvaffaqiyatli yo'qotardim. Boshlanishida juda to'g'ri ish qilganim shuki, men tushundimki, men umuman tushunmaydigan narsaga, ya'ni birjaga pul kiritishning ma'nosi yo'q. Bu meni katta yo'qotishlardan saqlab qoldi. Shuning uchun men o'z karyeramda hech qachon katta depozitlarni yo'qotmaganman. 2 yil davomida men intensiv ishladim. Bu savdo. Ish menga ikkalasini birlashtirishga imkon berdi. Men ham ishladim, ham savdo qildim. Ish kuniga atigi 2 soat vaqtimni olardi. Qolgan vaqtimni tradingga, uyda tradingga bagishlardim. Ya'ni 2 yil davomida men 24 soat, 7 kun birjada savdoni chuqur o'rgandim. Lekin natija deyarli yo'q edi. Keyin men o'qishni boshladim. Turli treyderlardan, jumladan xorijiy treyderlardan ta'lim oldim. Va asta-sekin o'z savdo tizimimni tuzishni boshladim. Birinchi narsa, men duch kelgan muammo bu meni nima jalb qilganini tushunmasligim edi. Bu ehtimol mening burilish nuqtam edi. Birinchi ta'limni olganimda men hamma narsani strategiya bo'yicha qildim. Birinchi oyda men foyda bilan yopdim va shundan keyin bozor meni go'yo kutayotgandek aniq his qildim. Men kiraman, u darhol buriladi. Men sotib olaman, narx darhol mening stopimga boradi. Men sotib olganimda narx o'sishni boshlaydi. Pastki qismida to'xtash joyim bor, keyin narx tusha boshlaydi. Men o'ylayman, yaxshi, hammasi joyida, bitimda o'tiraman. Xo'sh, yaxshi, menimcha ozgina qoldi. Men hamma narsani yopaman. Men to'liq bo'lmagan kichik yo'qotishni xohlayman. Yopiladi, u darhol buriladi, go'yo kimdir. Go'yo kamera qayerdadir turib, meni kuzatib turibdi. O'ylaymanki, ko'pchilik bu vaziyatni biladi. Va shu yerda men tushundimki, muammo menda emas. Bu muammo shundaki, men bozorga omma qanday fikrlasa, shunday fikrlayman, yana olomon. Qanday fikrlasa, shunday. Bozor psixologik qaynash nuqtasiga yetganda, bu vaqtda yirik o'yinchilar bundan foydalanadi, likvidlik to'planadi va shu paytda hamma sotuvchilar tugaydi. Xaridorlar keladi. Ya'ni hozir mening, masalan, savdo tizimim psixologiyaga, yirik pullarning xatti-harakatlariga asoslangan. Lekin bu haqda keyinroq va 2 yil o'tgach, men asta-sekin o'qishni boshladim. Men bozorni to'g'ri yo'nalishda, to'g'ri vektorda, qattiq risk menejment tizimlarini va hokazolarni o'rganishni boshladim. Va asta-sekin pul ishlashni boshladim. Avvaliga ozgina, keyin ko'proq depozitimni oshirib bordim va hokazo. Yillar davomida evolyutsiya natijasida savdo jamoasi ham paydo bo'ldi. Biz ishlaydigan ofis bor va kichik bir fondni boshqaramiz. Bu 10 yil davomida ko'plab keskin, kuchli harakatlarni boshdan kechirdik. Bu uzoq davom etgan yon harakatlar va keskin ko'tarilishlar. Masalan, kripto bozorini olaylik. 2017-yil. Bu koronavirus inqirozi va swap bozorining qulashini ham o'z ichiga oladi. Bu Skripal sanksiyalari boshlanganida 2018-yil aprel, agar adashmasam, 18-sanada.
Keskin qulashlar ham bo'lgan. Neftning narxi -$40 bo'lganini ko'rdim. Ya'ni biz ishlayotgan strategiya allaqachon ommaviy stress testdan o'tgan va o'zining yashash qobiliyatini ko'rsatgan. Keyinchalik to'siqlar va nozikliklar keladi. Xo'sh, birinchi navbatda ehtimol boshlash kerak bo'lgan narsa. Agar biror narsa birjada juda oddiy va to'g'ridan-to'g'ri muvaffaqiyatning universal formulasi bo'lib tuyulsa, bu 100% ishlamaydi. Bu qandaydir super foydali indikator bo'ladimi? Har doim narx harakati qayerga borishini ko'rsatadigan. Siz uni internetda to'satdan topdingiz yoki kimdir sizga taklif qilmoqda. Yoki aytaylik go'yo dividendlar boshligidan oldin siz qisqa ochishingiz mumkin. Kuzda pul ishlashingiz mumkin, chunki narx dividend miqdoriga tushishi kafolatlanadi. Yo'q, birja sxemasi shunday tuzilgan. Buni amalga oshirib bo'lmaydi. Hozir bu masalaga chuqur kirmaymiz. Masalan, bilmayman, uzoq muddatli neft fyuchersi yaqin fyuchersdan qimmatroq turadi. Bu neft narxi oshishi kerakligini anglatadi. Demak, sotib olaman va kafolatlangan daromad olaman. Yo'q. Va bu soha bilan bog'liq bo'lgan hamma narsa yo'q va yana bir bor yo'q. Birjaga tez boyib ketish uchun kelganlar asosan oson pul izlab kelishadi. Oz pullarni yo'qotishadi, kuyishadi, hafsalasi pir bo'ladi va hokazo. Bu biznes, bu yerda hamma narsa juda murakkab va bunga darhol shunday yondashish kerak. Bu yerda raqobat yuqori va hech kim sizga shunchaki pul bermoqchi emas. Hammasi oddiy. Va bu yerda xulosa qilib aytganda ehtimol aytish kerakki, birchada ko'pchilik odamlar pul topa olmaydi, chunki ular ahmoq yoki boshqa narsa emas, balki ular butunlay noto'g'ri usullarni qo'llashadi. Ba'zan odam noto'g'ri usullarni yillar davomida, deyarli 10 yil davomida bir xil narsada pul topishga urinib qo'llaydi, lekin bu usul avvaldan muvaffaqiyatsizlikka mahkum. Va u asosan qobiliyatsiz. Va bu ehtimol eng katta muammo, chunki hamma go'yo ochiq kirish eshiklaridan kirishga harakat qiladi, lekin aslida mantiq biroz boshqacha. Va fikrlash va kirish butunlay boshqa narsalardan boshlanishi kerak. Demak, birinchi navbatda rivojlanishning ko'plab variantlari mavjud va qaysi biri to'g'ri variant ekanligi juda murakkab savol, ayniqsa savdoni endi boshlayotgan odam uchun. Ko'pchilik hali ham odatda ishlaydi va bo'sh vaqtlarida oz-ozdan tradingni o'rganadi. Va qaysi yo'nalishda harakat qilishni darhol tushunish juda qiyin. Bu ehtimol eng katta muammolardan biri, chunki internetda juda ko'p ma'lumotlar mavjud, ulardan 95% foydasiz axlat. Keyin ikkinchi savol, qaysi bozorlarda savdo qilish kerak? Bu albatta ikkilik variantlar uchun to'xtashdir. Bu 100% firibgarlik, aldov, bu bozorga umuman kirmang. Buni hatto bozor deb atash ham mumkin emas. Bu kazinoga o'xshash narsa. Keyin, masalan, Amerika bozori. Boshida ortiqcha kirishmang. Ayniqsa Moskva birjasi aksiyalarini oling, kriptovalyuta bozorini oling. Bu arzon, minimal komissiyalar, faqat to'g'ri brokerlarda hisob ochish kerak. Shunga mos ravishda shundan boshlang, asta-sekin, minimal xavf bilan. Iltimos, masalan, darhol birja opsionlari bilan savdo qiladiganlarga kirish kerak emas. Bu binar opsionlar bilan adashtirmang. Bu juda murakkab bozor. Kimdir juda kam daromadli obligatsiyalarga kiradi. Ehtimol sizda kichik kapital bor. U yerda hech narsa topolmaysiz, vaqtni sarflaysiz. Xuddi shunday turli xil piflar, paylar va hokazo. Bunga aralashmang. Menimcha hech qanday ma'no yo'q. Uchinchisi, investitsiyalar yoki trading. Ya'ni qaysi bozorlarda savdo qilish kerak degan savolga, masalan, agar siz Rossiyada yashasangiz, men Moskva birjasidan boshlagan bo'lardim. Bu aksiyalar, fyucherslar va shundan boshlash. Keyin esa qaysi biri dolzarbroq ekanligini ko'rib chiqish kerak, chunki bozorlar ba'zi davrlarda qiziqarliroq bo'lishi mumkin. Masalan, kripto kabi 2021-yil. Bu esa tajriba bilan siz bozorlar o'rtasida farqlashni va o'zingiz uchun eng yaxshisini tanlashni o'rganasiz. Ya'ni, masalan, hozirda bozorda yaxshi harakat bor, masalan, Rossiya bozorida. Va siz barcha aksiyalar orasidan eng yaxshini tanlaysiz. Bu savdo. Qabul qiling, bunda mantiq bor. Keyingi uchinchidan, investitsiyalar yoki savdo. Investitsiyalar aksiyalarda nazarda tutiladi. Biz pozitsion savdo bilan shug'ullanamiz. Biz trading bilan qisqa muddatli ham, uzoq muddatli ham turli bozorlarda shug'ullanamiz. Bu Amerika va kripto va Rossiya bozori va fyucherslar va tovar fyucherslari, neft, dollar, rubl va hokazo. Aslida biz likvid va qiziqarli ko'rinadigan hamma narsani savdo qilamiz. Investitsiyalar bilan biz shug'ullanmaymiz, chunki hozirgi vaqtda ushbu video yozilish paytida bizda biznes sikli oxiriga yetgan degan kutish bor. Bu biznes sikli retsessiyaga o'tish kerak. Keyinchalik yumshoqroq pul kredit siyosatida investitsiyalarni ko'rib chiqish mumkin. Lekin siz tushunishingiz kerakki, investitsiyalarga 1 million rubl bilan kirib, bu yerda pul ishlay olmaysiz. Investitsiyalarda hatto to'g'ri biznes siklini olsangiz ham, ishlasangiz ham baribir kamida 10 million rubl bilan kirish kerak. Chunki bu inflyatsiyani hisobga olgan holda yillik 8% daromad. Ya'ni bu unchalik qiziqarli emas. Ba'zi yillarda ehtimol 12% bo'lishi mumkin.
Keyin tortinchi, ishonchli boshqaruv signallari. Ehtimol buni qilishga arziydimi? Qarang, signallar qoida tariqasida tabu hisoblanadi. Hech qanday signallarga obuna bo'lmang, hech kimni takrorlamang. Birinchidan, u yerda kim borligini bilmaysiz. Agar u yerda sizga ma'lum aktivlarni sotib olish signallari berilsa, ular bir payt kelib hammasi pastga tushsa va shunchaki bu kanal jim bo'lib qolsa, nima qilasiz? Siz o'tirasiz, nima qilishni bilmay qolasiz. Bundan tashqari, nega signallar muvaffaqiyatsizlikka mahkum? Masalan, juda faol. Xo'sh, chunki, masalan, bizda kompaniya bor. Ha, tasavvur qiling. Biz bozorni tahlil qilamiz. Masalan, Sberbank bo'yicha kirish nuqtasi. Siz o'tirib kutasiz, hozir kirish nuqtasi yo'q, u shakllanmoqda va mana u bor. Siz uni olib kirasiz. Mana nega men yozishim kerak, vaqtimni qandaydir signalga sarflashim kerak. Shu paytda men o'zim katta hajmda bu bitimga kirishim kerak. Bu signal hali kimgadir yetib borish kerak, obuna bo'lgan kishiga. Bu albatta kompyuterning yonida bo'lish kerak. Xo'sh, abonent masalan signallarga obuna bo'lgan kishi. Bizda signal yo'q. Va bu bitimni tezda amalga oshirish kerak. Ya'ni men o'zimga ham xalaqit beraman va odam ham ulgurmaydi. Bu qo'pol qilib aytganda shunchaki buzilgan telefon kabi. Ya'ni bu yerda juda ko'p yashirin to'siqlar bor. Bu masalada hech qanday ma'no yo'q. Keyin ishonchli boshqaruv. Ko'plab treyderlar ishonchli boshqaruvni olishadi, lekin ko'pchilik odamlar dubga pul berishni xohlaydiganlar. Bu mavzuda alohida videom bor edi. Aytgancha, agar siz xohlasangiz, mana, siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, hatto bir necha yillik tajribangiz bo'lsa ham, men pastda tradingni o'rganish videosini qo'shaman. Uni albatta ko'ring. Bu boshqa videolarga ko'plab havolalar bilan birga bir necha qo'llanma. U orqali o'zingizni juda yaxshi rivojlantirasiz. Ishonch boshqaruvi. Ko'pchilik odamlar ishonchli boshqaruvga 500 ming rubl, million rubl berishni xohlaydi. Mana, oddiy shartnomani tasavvur qiling. Trader, odatda qanday tuziladi? Barcha xavflar investorga yuklanadi. Va trader, masalan, qo'pol qilib aytganda, yilda 20-30% foyda oladi. Endi tasavvur qiling, siz unga 1 million rubl boshqaruvga berdingiz. Agar u yilni, masalan, 100% bilan yopsa ham, bu uning uchun 200 ming rubl foyda bo'ladi. Agar siz unga 1 million bersangiz, 200 ming rublni 12 oyga bo'lasiz. Bu oyga 20 ming rubldan kam bo'ladi. Muvaffaqiyatli trader shuncha pul topadi. Menejment uchun unchalik katta bo'lmagan pul nima uchun kerak? Qiziqish nimada? U birinchidan yoki aqldan ozgan darajada xavflarni oshirib, sizning pulingizni yo'qotadi. Yoki u baribir muvaffaqiyatsiz trader. U bozorda kerakli darajada tushunmaydi. Shuning uchun unga pulingizni ishonib topshirish mumkin emas. Yoki u siz kabi odamlarni otistacha yigib, xuddi shunday boshqara olmaydi va xuddi shunday pulni yo'qotadi. Chunki bunday intensivlik darajasida ishlash mumkin emas. Hammasi. Shuning uchun ishonchli boshqaruv bilan ham ehtiyot bo'ling. Bozorni mustaqil o'rganish, qarorlarni mustaqil qabul qilish, aynan shu yo'lga borish yaxshiroq. Mening fikrimcha bu yagona yo'l. Hech bo'lmaganda men aynan shu yo'ldan bordim. 5-nuqta haddan tashqari ishonch katta yo'qotishlarga olib keladi. Yaqinda bizning Telegram kanalimizda unga havolani ushbu video ostidagi tavsifda topishingiz mumkin. Biz har kuni ertalab savdo go'yalari, bozor haqidagi fikrlarimiz bilan bo'lishamiz, savollarga javob beramiz. Va shunchaki ko'p miqdorda. Bozorda qo'lingizni pulsda ushlab turamiz. Agar shunday deyish mumkin bo'lsa. Yaqinda bir obunachi bor edi. U barchani neftni stoplarsiz hech narsa sotib olishga chaqira boshladi. Juda jiddiy xavfga. Men unga aynan shu haqda yozyapman. Agar narx osmasa, balki 70 ga tushsa-chi. Axir bu futures, bu asosan marjinal moliyaviy vosita, ya'ni yelkali. Men unga yozaman, agar narx 70 ta bo'lsa-chi. U yozadi, agar u yerga borish uchun hech bo'lmaganda bitta imkoniyat bo'lsa, men hech qachon neftga kirmasdim. Ya'ni odam 100% ishonch bilan neftning aniq osishini kutmoqda. U qanday dalillar keltiradi? U dalillar keltiradi. Masalan, Rossiya neft eksportini chekladi. Mana bu yerda esa shunday sanksiyalar. Umuman olganda neft kam bo'ladi va u shubhasiz osadi. Boshqa variant yo'q. Hech kim 100% bilmaydi bozor qayerga borishini. Biz faqat ehtimollar bilan ishlay olamiz. Siz bu nuqtani tushunmaguningizcha pul yo'qotishingiz mumkin, balki darhol emas, lekin bir payt juda jiddiy yoki doimiy ravishda oz-ozdan sizning savdo yondashuvingizga qarab, buni albatta yodda tutish kerak. Va hech kim, ya'ni o'ziga ortiqcha ishonch ulkan yo'qotishlarga olib keladi. Buni ham tushunish kerak, chunki birinchi navbatda bozorga kirganingizda, birinchi navbatda siz qancha yo'qotishingiz mumkinligini bilishingiz kerak, keyin esa qancha daromad olishingiz mumkinligini. Aksincha bo'lsa, siz albatta hammasini yo'qotasiz. Bu bozorning haqiqati. Keyingisi, qanday savdo qilish kerak? Nima muhim? Aniqki, bu tizimlilik, bu strategiya, bu xavf menejment. Bu asosiy qoida, go'yo hamma joyda yozilgan, lekin u shunchalik muhim. Yo'qotishlarni kes, foydani oqiz. Oldingi slayddan mana bu odam, u bu mantiqni tushunmaydi. Ana xolos, yod ko'tariladi. Agar oldinda retsessiya bo'lsa va neft ko'p yillar davomida 60 dan pastga tushsa-chi, va sizda kaldira bor, sizda marjinal moliyaviy vosita bor,
Yaqinda menga skrinshot yuborishdi. Hozir men gaz bo'yicha o'z bitimimni ko'rsataman. Bu yerda. Signal kanali odamlarni ko'p oylardan beri gaz futuresini sotib olishga chaqiradi, lekin u tushmoqda. Bu derivativlar bu yilki bilan moliyaviy vosita va odamda allaqachon hajmning 50% minusida. U davom etmoqda. U ushlab turishda davom etmoqda. Xo'sh, faraz qilaylik, 100 dan 1 variant bo'lsa ham, narx neft kabi manfiy zonaga ketishi mumkin. Neft ketganidek, bitta neft futuresi. 2020-yilda bir paytlar minus $40 turardi. Gazni sotib olayotgan bu odamning depoziti bilan nima bo'ladi? Afsusli oqibatlar ehtimol marja chaqiruvi majburiy yopilish. Asosan trendlar nimaga asoslanadi? Bu trendga ishonmaydigan va unga qarshi savdo qiladiganlarga. Va trend davom etadi, odamlarning pulini tom ma'noda yutib yuboradi va ularni chiqishga majbur qiladi. Bu trendni shakllantiradi. Hozir keyinroq bu grafikni ko'ramiz. Hammasi juda oddiy. Va mana shu tizimlilik, strategiya, xavf menejment bularning barchasi qog'ozda amalga oshirilishi kerak. Biz turli bozorlar bilan savdo qilamiz, eng yaxshi imkoniyatlarni izlaymiz. Ya'ni agar siz ushbu ahamiyatsiz grafikni olsangiz ham, bu yerda qaysi kirish nuqtasi hozirda yaxshiroq? Bu trendning tuzatishida u ko'tariluvchi. Biz ko'ramizki, har bir minimum balandroq bo'lmoqda. Agar sen ko'tariluvchi trendni tuzatishda xaridor belgilari va bu to'lqinning burilishini ko'rsang, bu sening ustunliging. Bu haqiqatda bundan yaxshiroq nima bo'lishi mumkin? Hozirgi paytda sen mana shu soatlik to'lqin minimumini olasan, chiqasan, na sakrashlar, na boshqa harakatlar. Sen soatlik to'lqinni belgilangan xavf bilan olasan, stop loss qo'yasan. Bu zarar cheklovchisi. Agar narx noto'g'ri yo'nalishda ketsa, sen chiqasan va tamom. Senda butun savdo sektorlariga bo'lingan. Sen gazning qandaydir futuresiga, bilmadim, yarim yilga botlanib qolmaysan va har kecha u pastga tushib ketmasin deb xavotir olmaysan. Sen ma'lum parametrlarga ko'ra kirgansan. Bu yerda xaridor belgilari bor. Ular tuzatishda stop loss qo'yish uchun joy bor. Ya'ni biz yirik o'yinchilarni qayerda izlaymiz? Bozorda olomon bor, yirik o'yinchilar bor. Odatda yirik o'yinchilar, ularda katta depozit bor. Ular foydani toplaydilar. Ular yana olomon ustida pozitsiya toplaydilar. Panik paytida, masalan, bu hududda bo'lgani kabi, ular pozitsiyani toplaydilar, ular sotib oladilar, ularga katta hajm kerak. Toplash uchun katta likvidlik kerak. Agar bu paytlarda biz ko'rsak, biz har doim qayerda xaridor belgilari borligini va qayerda olomon kirgan bo'lishi mumkinligini ko'ramiz, yangiliklarda, hissiyotlarda. Va biz bu momentlarni hisobga olamiz. Biz allaqachon muvozanatni saqlashimiz mumkin va bizning vazifamiz yirik o'yinchi sifatida ishlash, bozorga aqlli pul kabi kirish, ehtimolliklar asosida ishlash va xatolarga yo'l qo'ymaslik va olomon kirgan joyda kirish. Unga qarshi u bilan hech qachon. Va sen bitimni amalga oshirasan, tahlil qilasan, senga ma'lum ehtimollik omillari bor. Narx o'sha tomonga ketadi. Sen kirasan va o'zingga mumkin bo'lgan osish potensialini belgilaysan. Sen foydani yoki zararni yopasan. Va bu hammasi bitim tugallandi. Keyin yangi imkoniyatni qidirasan. Va sen bizda yetdi. Strategiya bor va natijada bir boshqasini to'ldiradi. Va bu hammasi tizimlilikni beradi. Sen bir xil narsani savdo qilasan, ko'p miqdordagi aktivlarni tanlab, eng yaxshisini tanlaysan va ularda eng yaxshi lahzalarni ehtimollik nuqtai nazaridan qidirasan. Va aynan shu yo'nalishda mantiq yotadi, ma'nosi. Aynan shu yo'nalishda harakat qilish kerak. Qolgan hammasidan qochib. Bu yerda turli strategiyalar haqida ham gaplashish mumkin. Mana bu ham muhim, esladim. Elliot to'lqinlari, Wolf to'lqinlari bularning barchasi juda subyektiv tahlil va u sizni go'yo turli yo'nalishlarga tortadi. Siz buning uchun yo'qotishingiz mumkin, chunki agar siz to'lqinlar bilan savdo qiladigan 10 ta to'lqinchi biriga bitta grafik bersangiz, ular uni har xil chizib chiqishadi. Bu subyektiv, demak, bu noto'g'ri. Trading bu ijod emas, bu matematika, bu mantiq, bu psixologiya. Hammasi mana shu uchta kitga asoslanib qolgan hamma narsa qurilishi kerak. Bu men 100% ishonch bilan ayta oladigan narsadir. 10 yil davomida bozorda savdo qilib, ko'p narsalarni boshdan kechirganim va ko'plab treyderlarning qanday rivojlanganini, ularning qanday xatolar qilganini va nimaga erishganini ko'rganimdan keyin. Keyingisi, ikkinchi, biz uchun ma'lumotning asosiy manbai muhim, bu grafik. Grafik va savdo hajmlari. Bu yerda ular yo'q. Bu chiqadigan narsa, bu ma'lumotning asosiy manbai. Boshqa hamma narsa, har xilisi divergensiyalar, Fibonacci darajalari va hokazo, bularning hammasi ikkinchi darajali va biz ulardan foydalanmaymiz. Bu hammasi naftan ortada qoladi. Yangiliklar, hisobotlar, bular ham ikkinchi darajali. Yangiliklarda qanday savdo qilish kerak? Havola ham video ostidagi tavsifda bo'ladi. Ularni qanday to'g'ri ko'rish kerak? Chunki ko'pchilik yangilikni kutadi, yashil sotib olaman. Xo'sh, agar u ishlaganda hamma millioner bo'lardi. Bu ishlamaydi. Boshliqlar. Narx har doim gapni yopishga intiladi.
Agar u shunday qilganida, hamma faqat gapni yopishga savdo qilgan bo'lardi. Jiddiy aytganda, bunday narsalar ishlamaydi. Hamma milliarder emas, hali hamma maybachilarda yurmaydi. Demak, hammasi biroz murakkabroq. Biz bu haqda o'ylashimiz kerak. Yangiliklar, hisobotlar ko'pincha yirik o'yinchilar tomonidan ishlatiladi. Chunki hisobot yashil, olomon uchib ketadi va undan oldin trend bor edi. Yirik o'yinchi, uning katta likvidligi bor, u oladi. Hamma eng qimmat narxda sotib olayotgandi va sotadi. Keyin bozorni kim tortadi? Hammasi sizda ijobiy yangilikda. Qoldiq harakat bor, keyin narx pastga uchadi. Lekin bu har doim ham shunday emas. Narxning harakatini kuzatish kerak. Lekin bunda imkoniyat bor va ijobiy hisobot yoki ijobiy yangilik tufayli sotib olishga shoshilmaslik kerak. Hammasi. Uchinchisi mantiq va ehtimoldan kelib chiqish. Lekin bu haqda biz siz bilan allaqachon gaplashganmiz. Mana masalan, iltimos tabiiy gaz. Narx uchmoqda, bu asosiy aktiv. Narx uchmoqda va mana mening bitim. Ya'ni kimdir bu yerda sotib olmoqda, zararga ortiqcha qilib sotib olmoqda, trend. O'zgaradi degan umidda sotib olmoqda. Biz esa hech qachon trendga qarshi savdo qilmaymiz. Ehtimoliymi? Boshlang'ich. Agar trend pasayuvchi bo'lsa, demak, aqlli pullar pastga yo'naltirilgan. Bu yerda yana grafik bor edi. Asosiy massa olomon aynan sotib olmoqda. Ular uzun pozitsiyalarda, ularni pastga siqib chiqarishmoqda. Chunki hamma gazning o'zgarishi va o'sishini kutgan edi. O'tgan yili. Lekin narxni pastga siqib chiqarishmoqda va ular asta-sekin sotishmoqda. Aqlli pullarga ko'proq foyda ta'minlash uchun. Va ikkinchi nuqta, agar trend pasayuvchi bo'lsa, demak, ko'proq vaqt davomida narx pasayadi. Bu esa shuni anglatadiki, agar siz pozitsion ishlayotgan bo'lsangiz, biz kun ichida ishlaymiz. Lekin bozor holatiga qarab uzoq muddatli savdolar ham bo'ladi. Masalan, gaz bo'yicha savdolarim. Gaz bo'yicha men taxminan 10 kun davomida edim. Xo'sh, bu biroz kamroq yoki 7 savdo kuni. Xo'sh, va shunga mos ravishda trend pasayuvchi bo'lsa, bu shuni anglatadiki, asosiy vaqt davomida narx tushadi, osmaydi. Nima uchun? Bozorga qarshi ishlash kerak. Natijada mana shu sohada bu kunlik harakat kichikdek ko'rinadi. Lekin bu yerda juda yaxshi daromad olishga muvaffaq bo'ldik. Pasayuvchi trendda mahalliy to'xtashning yuqori chegarasida bu kunlik grafik. Men sotdim va harakatni topladim. To biz teshilish va mahalliy burilish. Aynan mahalliy to'lqinni ko'rmagunimizcha. Bu hammasi aynan futuresda amalga oshirildi. Kirish nuqtasi. Bu shunday. Bu qisqa. Ochilish. Siz kuzda ham bozorning ko'tarilishida ham pul ishlashingiz mumkin. Majburiy. Agar bozor ko'p vaqt davomida tushayotgan bo'lsa, short qilish va tushda daromad olish kerak. Uni burilishini taxmin qilishga urinish emas. Siz psixologik jihatdan ham bozordan ortda qolasiz, chunki sizga doim shunday tuyuladi, ya'ni burilish yaqin. Lekin siz foydani ham qo'ldan boy berasiz, chunki narx tushmoqda. Bu orqali daromad olish mumkin. Choqqida agar adashmasam, ushbu bitim bo'yicha taxminan 1 ga 15 daromad olishga muvaffaq bo'ldi. Ya'ni xavf va foyda nisbati. Tizimlilik, ehtimollik, matematik kutilma. Qarang, bu kirish nuqtasidan to'xtash darajasigacha bo'lgan masofa to'xtash. Ya'ni men ushbu sohada potensial zarar kiritgan edim. Men shunday xavfga bordim, oddiy qilib aytganda, va shuncha daromad olishga muvaffaq bo'ldim. Va hozir qiziqarli narsa shundaki, harakat yanada kuchayadi. Ya'ni bu ham qiziqarli, lekin bu keyin alohida video bo'ladi. Obuna bo'ling, aytib beraman. Tuzatish belgisi. Va bu hammasi. Va keyin men allaqachon ko'rib turibman, hajmli zonalarni buzishni boshlaydi. Hajmlar bu pul. Agar hajmli zonani ushlab turishmasa, demak yirik sotuvchi o'z pozitsiyalarni topshiradi. Men allaqachon o'zimni mustahkamlashni boshlayapman. Pozitsiyadan chiqish uchun algoritmlar bor, bitimni olib tashlash uchun algoritmlar bor. Ya'ni sizda bularning hammasi yozilgan bo'lishi kerak. Bu hammasi zarur. Bularning barchasini ishlab chiqing, yozing. Mana shundan tradingni boshlash kerak. Tezroq pul ishlashdan emas. Tizimlilik bo'lish kerak. Kimdir buni darhol tushunadi, kimdir 5 yildan keyin bunga keladi va agar kelib bularning hammasini ishlab chiqishni boshlasa, o'sha paytda oqishni boshlaydi. Katta vaqt va pul yo'qotib, albatta. Va bu hammasi. Va keyin men allaqachon fikslanishni boshlayman. Va keyin men ko'raman, pul. Bu hajmlar shunga ko'ra men ko'raman sotuvlar. Hajmlarsiz yuqorida ketayotganini, narx o'zgarganini, asosiy hajmlar pastda qolganini. Bu shuni anglatadiki, hammasi hozirgi paytda. Sotuvchi yutqazmoqda. Men esa sotuvchilar tomondaman. Uni tuzatish kerak. Bu juda oddiy tilda. Men tushunaman, kimdir bu yerda yangi, ehtimol, men nima haqida gapirayotganimni umuman tushunmasligi mumkin. Xo'sh, umid qilamiz. Mantiq shunday. Men harakatni oldim, hammasi. Ketdim. Xavf minimal. Biz xavfdan ishlaymiz. Foyda allaqachon ikkinchi darajali. Keyin ko'tarilish va pasayishda pul ishlang. Bitimlar soni. Ortidan quvmang. Muhim narsa sifat. Mana mening savdo tajribamdan qancha ko'p vaqt o'tsa, shuncha ko'p. Eng yaxshi bitimni topish muhimligini tushunaman. O'tgan hafta bir davr bo'ldi. Bizda ko'p chiqishlar, yangiliklar va hokazo bo'ldi. Men Rossiya bozorida savdo qilmadim. Nega? Chunki qiyin bozor bo'lishini tushundim.
Men tushunaman, keyin struktural trendlar va testlar bilan bo'ladi va o'shanda men to'liq kuch bilan chiqaman. Har hafta bir xil intensivlikda savdo qiladigan narsa yo'q. Yo'q, men eng yaxshi lahzalarni kutaman va shu bilan ishlayman. Bu albatta bozorning boshqa ishtirokchilariga nisbatan ustunlik beradi. Ular faqat savdo qilishni xohlashadi, xavfsiz, strategiyasiz, yangiliklarda counter trend va hokazo. Hammasi. Bu oddiy. Hamma narsa murakkabdek tuyuladi, lekin aslida hamma narsa oddiy, agar u qanday ishlashini tushunsangiz. Chunki juda ko'p nozikliklar va tafsilotlar bor va bularning barchasini uzoq muddatda foyda keltiradigan bir ehtimoliy rasmga birlashtirish muhim. Har bir kirish nuqtasi, har bir savdo sizda rasmiylashtirilgan, tasvirlangan bo'lishi kerak. Nega siz uni nega sotib oldingiz? Shunchaki tasodifiy emas, balki sizda ba'zi omillar to'plami bo'lishi kerak. Bizda har bir strategiya uchun tekshiruv ro'yxati mavjud. Bunday omilga nimani kiritish mumkin? Bu ko'tarilish tendensiyasi, tuzatish, qo'pol qilib aytganda, qo'llab-quvvatlash darajasi. Bu qo'llab-quvvatlash darajasidan reaksiya. Biz bu yerda katta hajmlarni ko'ramiz, savdolarni asta-sekin amalga oshirishlarini ko'ramiz, yirik xaridorning tajovuzini ko'ramiz. Biz harakatning bir yo'nalishga yoki boshqa yo'nalishga bo'lgan ba'zi taxminlarni qilishimiz mumkin. Lekin bu bizning savdo tizimimizda, bizning strategiyalarimizda va sizda ham. Har bir kirish nuqtasi nima uchun? Nima uchun? Nima uchun deb tasvirlangan bo'lishi kerak va barcha parametrlar qandaydir standartga javob berishi kerak. Sizning savdo strategiyangiz bu qoidalar to'plami, harakatlar uchun qo'llanma. Qanday qilib bilmayman. Kemaning kapitani har qanday tanqidiy vaziyatda ma'lum bir qo'llanma bor. Bu yerda ham xuddi shunday. Va siz savdolarni zararli va foydali deb ajratmasligingiz kerak. Zararli noto'g'ri degani emas. Faqat foydali savdolar qiladigan treyderlar yo'q. Shunga ko'ra, sizda ham foydali savdolar, ham zararli savdolar bo'ladi. Lekin sizning umumiy foydali savdolar summasi zararli savdolar summasidan oshib ketishi kerak va shunda uzoq muddatda siz daromad olasiz. Ya'ni har bir savdoingiz ustida. Aniq tushunishingiz kerak. Bu savdo ehtimoliy jihatdan to'g'rimi? Savdo tizimingiz nuqtai nazaridan to'g'rimi yoki noto'g'ri? Va siz bu savolga aniq javob bera olganingizda natijalar keladi. Va shunda siz qaysi xatolar ustida ishlash kerakligini va savdoni qanday yaxshilashni tushunasiz. Agar sizda shunday xatolar bo'lsa, siz ularni qilasiz va faqat bir yildan keyin hammasini yo'qotganingizda nima qilganingizni va xatoni tushunasiz. Bu oddiy. Masalan, agar siz past likvidli aktivlar bilan savdo qilsangiz va katta hajmda dam olish kunlari foyda zaxirasiz savdolarni o'tkazishni yoqtirsangiz, agar bir yil yoki 2 yil ichida biror vaqtda dushanba kuni 10, 20, 30% ga pasayish bilan ochilsa, siz butun depozitni yo'qotasiz. Agar siz masalan bozorda ochilish vaqtini uxlab qolsangiz, men bunday haqiqiy misollarni bilaman. Odam shunchaki soat 12 da keladi. Lekin savdoning dastlabki 2 soatida depozitning 80% allaqachon yo'q. Va bu hammasi ham amalga oshirilishi kerak. Uzoq masofadagi stress testi sizning strategiyangiz bozor havosini qanday boshdan kechirishi, u ba'zan ko'proq, ba'zan kamroq bo'ladi. Bu yerda yana nimani tushunish kerak? Bozor vaqtining 95% da hech narsa tushunarsiz. Men bunday tajriba bilan vaqtning 95% da nima bo'layotganini tushunmayman. Men o'sha nuqtani kutaman. Qaysiki men allaqachon ma'lum bir oylangan qarorlar qabul qila olaman. Bu daraja, bu xaridor zonasi, masalan, agar bu trend bo'lsa, bu tuzatish, bu mahalliy xaridor belgilari. Aytaylik, mana biz. Bu ko'plab misollardan biri. Shuning uchun muhim narsa bitimlar soni emas, balki sifatidir. 6-si, tradingni ish bilan qanday birlashtirish haqida o'ylang, vaqtni rejalashtiring, shunda charchab qolmaysiz. Ko'pchilikda ish bor, ko'pchilikda bolalar bor. Va kimdir trading haqida bilib olganda, ko'pchilik ko'ylagini yirtib, hammasi bu meniki deb kirishib ketadi, charchab qoladi, chunki hayot ritmi tradingga shuncha vaqt ajratishga imkon bermaydi. Agar vaqtingiz kam bo'lsa, demak, agar hayotingizda yuqori intensivlik, bandlik bo'lsa, savdoni shunday tashkil qilingki, haftasiga 2-3 soat savdoga ajratishingiz mumkin bo'lsin. Bu mumkin, siz uzoq muddatli savdo qilasiz. Lekin odatda deyarli har qanday bandlikda tajriba ko'rsatganidek 2, 3, 4 kunlik savdo qilish imkoniyati mavjud. Ya'ni haftaning ichida deyarli har qanday bandlikda birjada ishlash mumkin. Va ishingizni tashlab ketishga shoshilmang. Avvaliga buni qanday qilib to'g'ri birlashtirishni o'ylab ko'ring. Keyin esa trading sizga 10 marta isbotlaganida, bu sizniki va siz pul topayotganingizda o'shanda ishdan boshlaysiz. Yoki kamroq daromadli ish topasiz. Va asta-sekin tradingga ko'proq vaqt ajratib, depozitni oshirib, xavflarni nazorat qilib va hokazo. Sizning tradingdagi mukammallikka erishish jarayoningiz, siz borayotgan maqsadga eng kam qarshilik yo'li bilan borish kerak. Ba'zilar hech narsa bilmay kirib kelib, yarim depozitni, bir necha millionni yo'qotib qo'yishadi. Kimdir shu bilan birga ipoteka oladi. Ipoteka emas, kredit oladi, unga savdo qilish uchun. Shu bilan birga bilmayman.
Ishidan bo'shaydi, chunki oylaydi. Hammasi u aniq tushundi. Lekin ishlar bunday qilinmaydi. Hamma narsa mantiqiy bo'lishi kerak. Xo'sh, do'stlar, agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Umid qilamanki, bu sizga foydali bo'ldi. Uni trading bilan shug'ullanadigan do'stlaringizga yoki birinchi qadamlarni qo'yayotgan yoki allaqachon tajribaga ega bo'lganlarga yuboring. Menimcha bu foydali bo'ladi. Oh, ushbu video ostida har qanday izoh qoldiring. Bu kanal rivojlanishiga juda yordam beradi. YouTube algoritmlari shunday tuzilgan. Qanchalik ko'p like bosing, izoh yozsangiz, shuncha tezroq YouTube kanalimiz osadi. Biz foyda keltirishga va bozorda qanday to'g'ri ishlashni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ushbu video ostidagi tavsifda ko'plab foydali havolalarni, jumladan bizning Telegram kanalimizga havolani ko'ring. Aytgancha, bu yerda yangi boshlovchilar uchun trading o'rgatish nomli video mahkamlangan. Ushbu video ostidagi tavsifda mavjud. Buni tekshirishga ishonch hosil qiling. Bizning Telegram kanalimizda biz sizni bozorning yuragida ushlab turamiz. Qiziqarli narsalarni, e'tibor berish kerak bo'lgan narsalarni, savdo g'oyalarini ulashamiz. Savdo g'oyalariga asoslangan holda amalga oshirgan savdolarimizni tahlil qilamiz. Savollaringizga javob beramiz. To'g'ridan to'g'ri efirlar uchun e'lonlar ulashamiz. Har dushanba siz bilan uchrashib, muloqot qilamiz. Ha, to'g'ridan to'g'ri efirlar aynan bizning YouTube kanalimizda. Albatta obuna bo'ling. Bizning Telegram kanalimizga havola. Ushbu video ostidagi tavsifda boshqa foydali havolalar bilan birga. Hammaga tradingda omad tilayman.